Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Hozir biz ko'chma panoramani syomka qilgani keldik. Sizlarga bir yengillik bo'lsin deb, uylaringizda agar yog'och ko'p bo'lsa, terak mahsulotlari har xil turda qilib, chiroyli qilib tilib berishadi. 5 kubadan 10 kuba, 20 kuba bo'lsa, bemalol borib tilib beraveradi. 5 kubadan ko'proq bo'lishi kerak. O'zlari borib o'rnatib, chiroyli qilib tilib berishadi. To'rsin, strapila, reyka qilib. Hozir ish jarayonini to'xtatdik. 5-10 minut suhbatlashamiz, 5 minut. Like, podpiska bosib qo'yasizlar. Alisher Rus kanaliga obuna bo'lib, qadrli yurtdoshlar, uzoq yaqindan ko'rayotgansiz yurtdoshlar. Sizlar bilan biroz gaplashamiz, suhbatlashib. Assalomu alaykum, usta o'rmeli. Yaxshimisizlar? Salom aka, siz bilan endi bir ikki oz suhbatlashamiz. Ish jarayonicha to'xtatdik. Bu xizmatlar endi qanaqa bo'lyapti kubalar aka? Bu to'sin bo'lsa 150 ming. to'rsinlar bo'lsa 150 mingdan, ha? Straplar, reyka, rastalar bo'lsa 160 mingdan. 160 mingdan. Endi xizmatlar qanaqa? Vodiy bo'ylabmi yo qanaqa endi aynalib yurilaveradimi vodiy bo'ylab? Yuraveradi. Chaqirsa borilaveradi, xudo xolasa. Endi faqat terak nimalarda tilaveradi? Yong'oq, tol bo'lsa ham tilaveradi. Yong'oq tilinmaydi-yu, yong'oqqa qiynaladi lenta. Faqat terak ekanda bo'lsa-mi? Terak. Terak, tol. Terak. Baqa terak o'shalar tilaveradi materialga. Hayya. Usta yana bir savoldi. Buni hozir tilgandan keyin eshilib ketish jarayoni qanaqa bo'ladi? Qanaqa taklab qo'yish kerak chiroyli qilib? Quritish uchun hali eshilib ketadi, egilib ketadi dedi. Orasiga shu o'zidan chiqayotgan rastadan qo'yib turib terilsa, orasiga reyka qo'yib turib eshilinmaydi. Hozir ko'rdik bir qator ish jarayonlari chiroyli, yaxshi. Bir kunda necha kuba tilasizlar endi usta? 10 kubagacha. Bir kunda 10 kuba. 20 kuba bo'lsa 1-2 kunda tilib olar ekansizlar-da. Sizlarga yordamchi qanaqa bo'lish kerak? Kerakmi yo uydagi? Biz ikkita odam boramiz, ikkita odam qilib beradi. Uydagisi. Uydagisi ikkita odam qilib beradi. 4 kishi bo'lib. 4 kishi bo'lib tilasizlar. Mana qadrli yurtdoshlar, o'zlari kishi ekan, planamachi, ya'ni uydagisidan ikkita odam bo'lsa, tezroq tilib yordam berilar ekan. Bizda ham mashina bo'lyapti hozir. Ya'ni ko'ryapsizlar, bizda teraklar juda katta, xarli. To'g'risi 2 kishi ko'tara olmaydi. Mana hozir ko'rsatamiz. Usta, telefon raqamini endi ayting endi. 95lik. Ha? 0 qarobar. Ha? 25 95. 25 95. Shuni aloqaga chiqaveradi. Aloqaga chiqaveradi. Bo'ldi aka, ishlariga omad, sog' bo'linglar. Bo'ldi. Sizga omad. Mana qadrli obunachilar, yurtdoshlar. Ozgina bo'lsa ham usta bilan suhbatlashdik. Vaqtlarni olmaylik deyapmiz ko'p. Sizlarga bir manfaatli video chiqarishga harakat qilamiz. Alisher Rus kanaliga obuna bo'lib, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Manfaatli videolar, kerakli videolar hali oldinda. Kirib ko'rsalaring bo'ladi bemalol. Mana qadrli yurtdoshlar, shunaqa teraklaring bo'lsa, uyda ko'proq 5 kubadan 10 kubagacha bo'lsa, o'zlari kelib, o'rnatib, olib kelib, o'rnatib, ko'chada mana tilishyapti. Bemalol aqa-baqa qilinmaydi, shatta tilib. Aytgan razmeringizda, aytgan kubingizda chiqarib berishadi. Reyka, siz reyka, strapila. To'rsilli esa to'rsilli chiqarib berishadi. Bizda yog'och ko'proq edi, 20-30 kuba bor edi, kelib, mana 2 kunda, 3 kunda tilib olishyapti mana. Yog'ochlar katta, o'shaning uchun uydagisidan ham 2 ta odam so'rayapti. 4 kishi bo'lib hozir tilishyapti bitta. Mana qadrli yurtdoshlar, sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar, kommentariy yozinglar, hatto kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.
Mana qadrli yurtdoshlar, chiqarilgan yog'ochlari nimalari endi taklanadi, orasiga reka qo'yib, hozir chiqarib tilib, mana shu qo'yib qo'yishyapti. Mana teraklar ko'ryapsizlar, mana ko'p. Mana tilib yuborishdi. Ishlari tekis, yaxshi ekan.
Sizlarda ham shunaqa teraklar bo'lsa, qadrli yurtdoshlar, bemalol o'sha ekrandagi telefon raqamlariga bemalol telefon qilaverasizlar. Aloqaga chiqib, o'zlaring yana ham batafsil ma'lumot olaverasizlar, qadrli yurtdoshlar. Bular to'rsinlilar. Mana shu uyimizga, sizlarga endi to'g'risi, mana shu uyning ichida tilinyapti. Ikkinchi etajiga, birinchi etajiga pilta tashaldi. Bu videoni pilta tashagan jarayonni olib chiqqanmiz. Yana hozir chiroyli qilib video qilishga harakat qilamiz. Mana qadrli yurtdoshlar, bemalol ekranda telefonlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Like va podpiska bosib qo'yasizlar, kommentariy yozinglar, savollaring bo'lsa, xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qadrli yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha manfaatli video chiqarishga harakat qilyapmiz, qadrli yurtdoshlar. Sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan Alisher Usk bo'ldi. Like, podpiska bosib qo'yasizlar, qadrli yurtdoshlar.